19 yoshida 30 dan ortiq xodimlarga rahbarlik qilgan tadbirkor Elmurod Ergashev haqida 3 ta fakt. Birinchisi, u 1995-yil 14-fevral kuni Namangan shahrida tug'ilgan. Ikkinchisi, u o'rta sharoitda katta bo'lib, 12 yoshidan konstavar savdosi bilan, 19 yoshida esa farmatsevtika sohasida faoliyat boshlagan va yosh tadbirkor sifatida katta natijalarga erishgan. Shuningdek, u 2023-yilda yirik sarmoya bilan realtorlik yo'nalishiga kirib kelgan. Bugungi kunda 500 dan ortiq insonlarning uyli bo'lishiga sababchi bo'lgan. Hozirda esa o'zining shaxsiy blogi orqali uy-joy bozoridagi yangiliklar, qulay lokatsiyalar, arzon narxlar va ko'chmas mulk afzalliklari haqida ommaga muntazam ma'lumot berib kelmoqda. Uchinchisi, yaqinda King Gold jamoasi Elmurod Ergashevga maxsus VIP box sovg'a qildi. Videoni yaqinlaringizga yuboring. King Goldga obuna bo'ling.